ana o'sha multfilmni kutish uchun biz hamma narsaga tayyor edik, chunki uxlamasdan shuni ko'rsak keyin biz uxlashimizni bilardik. Ya'ni miya faqatgina shu chiroyli kraskali situatsiyani biladi, zo'rligini. Shu sababli endi qarang, ko'chalarga chiqqanimizda qum o'ynardik. Bolalarning o'yinlarini 15 har xil o'yinlar, prigilkalar saklash hammasi bizni psixologik, melkiy sensorika, polniy neyropsixologiya hammasi bir vaqtda o'zida ketgan. Albatta biz o'sha vaqtda bilmaganmiz, neyropsixologiyani qotganimizni, melkiy sensorniy kinetika deymiz, audial, vizual hech qaysini bilmaganmiz. Lekin biz hamma shu etapdan o'tganmiz. Shuning uchun ham biz hozirgi vaqtda ko'proq mukammalroqmiz. Sababi biz moslashuv jarayonlarini har biridan o'tganmiz. Qum o'ynaganmiz, prigilkada bir vaqtda sakraganmiz, anaqa ikkisla qilingan, ikkita oyog'ingda qil, keyin yana nimadir qil, bu yerda o'ng va chap, leviy, praviy polshariy deymiz, hammasi ishlayapti. Har bir joyda biz shu miyani qancha kerak bo'lsa, shuncha ishlatib intellektni yuqoriga qarab chiqara boshlaganmiz. Intellektni tushiradigan narsa bizda bo'lmagan. Hozirgi vaqtda intellektni tushiradigan narsa bir nuqtaga qarab o'tirish o'zi hisoblanadi. Bu telefon, televizor, marhamat, 1-2 soat o'tirdimi, bolani gerslarda o'zi intellektini o'lchanadi. Shu gerslar sekin-sekin noldan nechidir butun tushib boraveradi.